Allohning oldiga borishdi. Ey Alloh, bizga ijozat ber. Rasululloh bilan bir suhbatlashib, didorlashib kelsak. Alloh aytgan ekan, quruq qo'l bilan borgani uyatmaysizlar. Ular aytgan ekanlar, yo Alloh, har birimizni o'zimizga yarasha sovg'amiz bor. Mayli bo'lmasa bo'lsin. Borib didorlashib, suhbatlashib qaytayotgan paytlarida Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar, yo Rasululloh, mani sovg'am bor, qabul qiling. Nima u siz sovg'angiz? Sizni ummatingizdan kim kunda 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, Sirot ko'prigidan yaltiragan chaqmoqqa o'xshab olib o'tib ketaman. Qaranglar. Yaltiragan Sirot ko'prigi 3000 yillik yo'l, qildan ko'ra ingichka, qilichdan ko'ra o'tkir. O'tishligi jannat bo'lsa, toyilishligi jahannam. Yaltiragan chaqmoqqa o'xshash, chaqmoq charsatganda daqa olib o'tib ketaman. Oyog'i tegib tegmasdan olib o'tib ketaman. Shunda Azroil alayhissalom aytgan ekanlar, yo Rasululloh, meni ham sovg'amni qabul qiling. Qabul qildim. Nima sizni sovg'ingiz? Sizni ummatingizdan kim sizga 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, men payg'ambarlarning jonini qanday olgan bo'lsam, shunday muloyim halimlik bilan olaman. Ya marhaba.